Uyghur 12 muqami parlaq Cunhua madaniyat xazinasidagi bebaho go'har. Emgekchan, ijodchan Uyghur xalqining aql farosatining javhari. Uyghur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qonusdir. Buningda Uyghur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllar bilan ifodalangan. Mundaq muzik asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'ashqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarining tarixi uzun, arx ko'rinishi keng va cho'nqur. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlar bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastikorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasidir. Bu qitim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misrodan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga oladi. Laflarınızda ne işin bundak yatar, bundak yatar hanım benim. Ben gadanım natvallim birler öpürdü kızım. Can barınca vay can barınca kılmıgay nale pigan didatçı vay kim varsın kılır için Cevri Sultan Sultanım benim Aya deredi
derdim Vay derdime
Heleşni ergildim esme Vay derdime
Uyg'ur 12 muqomi parlaq Junxo madaniyat xazinasidagi bebaho go'zal. Emgekchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farostining javhari. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qonusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllar bilan ifodalangan. Mundaq muzik asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, arx ko'rinishi keng va cho'nqur. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlar bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastikorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasidir. Ben gadanım atvallık birle öpürdü kızım. Can barınca canlarca kılmay nalle pigan didatsın vay dağda kim varsın kılır için Cevri Sultan Sultanım benim hayal ederdim Bu qitim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom 360 ahang 4492 misrodan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga oladi. Neçe köyde neçe köyde boyanar Utku zehir Utku zehir Canım benim Laflarınızda ne için bundak yatar